الحمدلله. اولین موضوع همین بود. خداوند بسم الله تعالی به رسمین بسیار شکر میکنیم. شکر نکنیم که ما این بختناکترین انسان هستیم الحمدلله. در این مملکتی چنین آسایشتگی که خدا از زندگی به سر میبریم. الله از ما و شما راضی شود خداوند. اولین اشتی که میمونیم این بختناکترین. الله اکبر. الله اکبر. الحمدلله. شکر به خدا. Assalamu alaikum. Ha, kesin tarixda qoladi-da, bu hammamiz yo'lga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yetib boraman degan kelsak, ishni boshlaymiz. Ustalaringiz ham keldimi hammasi? İnşallah. İstifrak bitirdik zamanında. Olur, doğru, hava. Üstündeyin kuşu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اولین بار من اینجا قدم گذاشتگی یعنی اهل مومنان و پروردگار تنو جناب صحت سلامت داری عمر و رزق و کار حسن فیض برکت کنه یعنی اهل مومنان و در اهل اولا که تنجی امانی فراوانی خدای تعالی مبارک کنه من این روز که من این درگاه قدم گذاشتم پروردگار همین کارهای کرستگونه با پایان کنه و ساق سلامت در همین درگاه مهنت کرد استادگی برادران بار دیگر صحت سلامتی خدای تعالی مبارک کنه و من همین وای مونده باشیده خواستیده رابران اولی ما پرزیدنت کنه رحمت من همین قدر شرایط کرد دادگی ریسپوبلیک ازبکستان مونده هم به خلق ازبکستان این روزا پرزیدنت و نهندار هست من اینجا در همه رایان و لایه رایان راوبری کردن من سید برهان قاسم جان با همین تشفوزی همینا من قدر کارهای چی رسیدن مینداری اظهار میکنم بگذار همیشه صحت سلامت باشه من همین کرسته کارامنا پروردگار با آخر اسنا در درون همه پاک سلامت من همین روزی عید قربان حرکت کرد گذراندن خدا
masjidda. Shuncha hozir mana ustalar bizni mahalladan ekan. Ularga men aytyapman, bu muqaddas joy. Boburni Bobur qilgan joy. Qancha vatan qahramonlar chiqqan. Vatanimizning himoyachilari, butun nima nemislarni cho'ktirib qo'ygan odamlar ham shu yerdan chiqqan. O'shaning uchun ikkilarga bu juda bir o'sha aytgandaqa odamlari ham yaxshi. Hamma ko'p aziyat chekkan, lekin yengilmagan. Yillar davomida necha yillar o'tadi. Suv boshqa bo'lmagan, hozir mana suv bilan olishyapti. Shuning uchun bugungi nima baxtli kunlarsiz bo'ladi. Xudoga shukr, mana dunyo notinch, ko'ryapsan. Dunyo hammadan eshityapsan nima bo'layotgan dunyo. Lekin bizni mana prezidentimizni mana shu kuni tun mehnati buni achki tinchlik o'zidan o'zi bo'lmaydi. Tinchlik uchun kurash kerak, uxlagan yo'q. Mana bularni xizmati va chegarachilarimiz, prokuratura birortasi uxlamaydi kechqurun. Men bilaman nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini. Lekin eng katta baxt, ne'mat mana tinchlik. Xudoga shukr, mana bizning yurtimizda tinchlik, yurtboshimiz boshchiligida hammamiz shuni olib birlashishimiz kerak. Tinchlik bo'lgani uchun yaxshi niyatlarda mana masjid quraman deb hammalarning ertalab mana kechadan beri tavaddud ko'rib, hamma mana shunga tayyorlanib, ertalab yaxshi niyatda chiqqansizlar. Iloyim mana shu masjidlar juda ham nima deydi, mustahkam bo'lib, 1000 yillab, 2000 yillab xalqqa xizmat qilsin. Mana shu yerda odamlar hammasi mana shu tarixda qoladi, xudo xohlasa. Hammalarini bir boshdan olib qo'ysangiz, albatta bizlarni mahallada ko'ramiz. Imandadan bali bir-birini ko'radi. Shuning uchun juda xursand bo'ldik. Mana xalq o'zi bel bog'lab shu ishga kirishgani uchun mana Hoji buva siz boshchiligingizda mana otaxonlar juda ham mana raislarimiz nima deydi? Hozir nima esimga tushib ketdi. Qo'qonda borsangiz jami masjidi bor. 99 ta ustuni bor. Shu 99 ta ustunli jami masjidini birinchi qishini qo'ygani 10 mingdan oshiq odam yig'ilgan ekan. Keyin Umarxon degan Qo'qonning xoni bo'lgan. Chiqib kimni gunohi yo'q bo'lsa birinchi qishni qo'yib bersin degan ekan. Hech kim qo'ygan ekan. Hech kim qo'ymagan ekan. Yazarlar qo'lda tarixda qo'yganda. Bir ay parvarda bo'ldi. Albatta. Bizni aqibimiz bizni aylantirib hamma qilib qo'yadi. Bugungi kunda hamma begunohdir inshaalloh. Ramazon oyida mag'firat darsi bu. Ular hamma gunohni shu kechga umidimiz bor. Hozir shaytonning havasi zanjirband. O'zimiz ish ko'rsatib yana shaytonga to'ngab qo'yadi, hozir to'ngab qo'yadi. Shuning uchun Xudo xolasa xursandlik.
Bizim mahallede ile kılıyor. Böyle istakola diyor bunu. Yine yola oldu yapıyorum. Bana ki bıçağı da çıkarıvereyim. Aşkı da koyayım. Taşkarıya koyun. Yoşlar taşkarıya koysun. Yoş kotura kıydanmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 75 şeker mi oldu? Başımız. Sürekli. Ağzı ölçü en sürekli göre. Ha, görelim. Elhamdülillah. Avvalin ordu mahmi بود خداوند اسم الله تعالی به رسمین بسیار شکر میکنیم شکر نکنیم که ما این بختناکترین انسان هستیم الحمدلله و در این مملکت چنج آسایشتگی که خدا خواست زندگی به سر میبریم و همچون آبادی و همچون ما از این جناب خدا خواست حاکم جناب خدا خواست راهبران همشون منت داریم الله از ما و شما راضی شود خداوند اولین خیشته که میمونیم این بختناکترین الله اکبر الحمدلله شکر به خدا بسم الله İçine koyalım.
Kaşkari. Hangi? Çekesiye.